Klientimizning ikkinchi mashinalari akalar bu. Birinchi mashinalar Tracker edi, ikkinchisi Gentra'ni olib kelibdilar. Birinchi mashinalariga ikkita eshikning o'ziga $100 plyonka urib berdik. Bu mashinamizga bo'lsa 550 ming so'mlik variantidan urdik akalar. 85% qora plyonka, ya'ni 15% yorug'lik o'tkazadi. Plyonka 550 ming so'm. Bu mashinamga shunday urib beringdilar. Narigi mashinalarda, Trackerlarida $100 plyonkani urib berganmiz, ya'ni 1 million 200 ming so'm hozir so'mga hisoblasa, plyonka kachitasi zo'r. Qaranglar, hech qanaqa muammo qilmaydi. Puliga yarasha ikkinchi mashinalarni olib keldi klientimiz. Ishonch uchun rahmat. Agar sizga ham shunaqa yaxshi tonirovka, laminatsiya shu mashina sohasida, plyonka sohasida yaxshi mahsulotlar, yaxshi xizmat, servis kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Klientimiz ikkinchi mashinalari hurmat qilib bizga ishonib mashina olib kelib, ya'ni pashti 2 millionga yaqin pullarni olyapmiz. Ikkita mashina hisoblaganda ishonganlarga rahmat aytib qolamiz va siz ham bemalol kelib shunaqa xizmatimizdan foydalansangiz bo'ladi. Pastga nomer qoldiraman. Joyimiz Marg'ilonda joylashgan. Qaranglar. Xullas, klientimizni chiqarib yuboryapmiz tayyor. Hech qanaqa tochka tushirmasdan chiroyli qilib yopishtirib berdik.